uyning ichini ichikligini birinchi eshiklar ko'rsatib turadi. O'zida yaxshi narsani ravo ko'rgan odam eshikni ham yaxshisidan oladi. Uyni remontini 1 yil, 2 yil oralig'ida o'zgartirarsiz, lekin bir olgan eshigingiz sizga kam 10-15 yil xizmat etishi kerak. Xizmat etgandan eng oxirgi modeldagi yaxshi sifatli eshiklardan olish kerak. Buni uchun ishlatamiz, jahon eshiklarini tashrif buyuramiz. Bu krashinli sifatli eshiklarimiz metr kvadrati 1,5 million yo durishimi? Yo'q, buni krashinli eshiklarimiz ish komplekt hamma narsasi durishi bilan 1,5 million sotamiz. Xudo xolasa, buni koronasi, keyin nalichkalari, zamok pullab ichida bo'ladi. Ichini rezinkalar ham ichida bo'ladi. Chesting 100% krashinli eshik durishi 1,5 million xudo xolasa. Gap bo'lishi mumkin emas. Obunachilar, biz sizlar bilan jahon eshiklarına geldik. Bir de eshik narxlari oktyabr oyida aynan toza joyga chiqartirgan obunachilarimiz uchun zo'r narxlara qo'yib berdilar. Endi high-tech eshiklarimiz necha bo'ldi? High-tech eshiklarimizni katta chegirma qo'yib berdik. High-tech laminat eshigimiz Toshkentskiy komplekt durishi 770 ming so'm mana. Zo'r. Keyin korishniy svetlar ham bor. Bundan ko'p qolmadi. Ulgurib qolsalar, xudo xolasa, bormandan ham. Şu 6-7 tane çıkardı. Jahon eshiklari Xorazmdagi eng katta assortimentlar mavjud bo'lgan magazin bir obunachilar. Bu yerda xohlagan ko'nglingizdagi eshiklarni topib yetasiz. Eng oxirgi trenddagi modellar ham sho'ra keladi. Hozir qaysi eshiklarni xohlab turibdilar? Endi Xodovoy, Xalqbob eshik, ishi eshik, image modelleri deb aytiladi. Mana 1, 2, 3, 4 xil modeli bor. Shu bir bahada bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Nalichkalari, qullablari, zamoklari, ichini rezinkalari ham ichida bo'ladi. Ochib beklanishlarni ko'rishingiz mumkin. Narxina keladigan bo'lsak 1 million 180 ming so'm için durishi komplekt hammasi ichida. Urganch shahrining ichine besplatniy dostavkamiz ham bor. Keyin bu image 1 modeli, bu image 3 modeli. Mana image 2 ham bor, image 4 ham bor, xudo xolasa. Bularning narxlari necha? Bular ham shu bir xil bahada. 1 million 180 ming so'm chiqadi. Bularni oynali desa, oynalar ham bor, xudo xolasa. Oynalarning narxi 1 million 330 ming so'm chiqadi. Men obunachilarim ichida toza xonadan remont etganlar va ularda ozgina yog'day to'g'ri kelmasligi mumkin. Hamma eshikni bir olacak, lekin ishga 4 eshik emas, 2 eshikka pul bor. Undan ketamiz. Endi xudo xolasa zakaz berjakda 50% beriladi, keyin uyina borganda qolgan 50%ni bersa ham bo'ladi. Jahon eshiklarida zakaz asosida ham eshiklarni yasab beradilar. Ko'rib turgan eshiklaringizni hammasi obunachilar uyni remontidan kelib chiqib, aboyindan kelib chiqib zakaz asosida qildirilgan eshiklar bo'ladi. Qatori bilan har xil variantlar topsangiz bo'ladi. Hozir uylarimizni ko'pchiligi neoklassik uslubda, high-tech uslubda eshiklarimizni ham tavsiya qilamiz. Bular ham dumxo'shroq bo'lib turadi. Agar xohlasangiz eshiklarimizni tayyorlar ham bor. Endi tayyor eshiklarimiz to'g'ri kelasiz. Uyingizga olib ketaverasiz. Bu aksiya obunachilar faqat oktyabr oyi uchun amal qiladi. Shoshilamiz. Urganch Raycenter bozorimizni bilasizlar. Raycenter bozor tarafdan Ko'na mashin bozor tarafga qarab yurayverasizlar. Mo'min bozorini ko'pchilik biladi. Mo'min bozorining to'g'risida joylashgan jahon eshiklari. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni uyini remont qilib yurgan eshik alamanda birga yaqinlarga tez tashlab qo'yamiz.